Asror, men mashinadan tez bitirib chiqazor, men rosa charchadim, birpas uxlay. Bo'ldi ustoz, damingizni olavering. Ustoz, mashina egasi keldi, qarab oling. Onasi obedni o'g'ling bilan berib yuboraqa. Bugun ish sal kamroq bo'ldi. Bo'ldimi usta? Uyaltirmaydimi bu? Bo'ldi, xudo xolasa mazza qilib yurasiz, shotki bo'ldi. Bo'p qoldingmi Asror? Bo'ldi ustoz, chotki bo'ldi xudo xolasa. Hech pul bo'ldi endi bizdan usta. Begonalarga 600 mingga qilardi, mayli 500 ming bering siz. Klientsiz. Bo'pti, yaxshi yetib oling. Shunaqa klientdan yana bir ikkita kelsa, mazza. Ustoz, namuncha ko'p pul olib qoldingiz? 100 ming zapchas, 100 ming usta haqqi bo'ldi-yu. Birov haqqidan qo'rqmaysizmi ozgina? Bor, meni ishimga aralashma, ey. Ustozga tushmoqma, iymoningni saqla. Alo. Ha, onasi. O'g'limni mashina urib ketdi. Yaxshi ham tushmagan. Ustoz, mashina tayyor bo'ldi, egasi ham keldi. Bo'ldi, hozir chiqaman. Mashinangiz tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Nech pul bo'ldi bizdan aka? 500 ming, begonalarga 600 ming siz klientsiz-ku. 500 ming bersiz bo'ladi. Ana o'zi 500 ming qolibdi, rozi bo'lasiz aka? Aka, charchamang. Sog' bo'ling. Hop, kelib turing. Zapchas 100 ming, usta haqqi 100 ming. Ko'p pul olmadingizmi? Birov haqqidan qo'rqing ozgina. Ustozingga aql o'rgatma, ustozing nima qilayotgani juda yaxshi bo'ladi. Onasi, obedni o'g'lingdan berib yuborma, hozir shogird boradi. Ya.